ichadigan insonlarni miyasida qanaqa ustunlikka ega? Ha, siz to'g'ri eshitdingiz, men hazillashmayapman. Aynan qaramlikka berilgan insonlar, зависимости bor insonlar, alkogolizm, narkomaniya, har xil o'yinlar yoki qimorga berilgan insonlarni aql idroki, intellekti juda ham kuchli rivojlangan. Men hozir neyrofiziologiya, ya'ni miya faoliyati bo'yicha oddiy tilda tushuntiryapman. Ushbu insonlarni to'g'ri yo'naltirilsa, ya'ni foydali ishlarga yoki insonni o'zini rivojlanishiga sarflasa, bular juda ham katta yutuqqa erishadi. Tarixda ko'p misollar bor. Va umuman o'zlaringiz ham guvoh bo'lasizlar, aynan ichadigan insonlar oldin juda ham aqlli va intellekti juda ham rivojlangan bo'lishadi. Agarda qiziqayotgan bo'lsangiz yoki sizga yaqiningizga yordam kerak bo'lsa, bemalol menga maslahat yoki yordam deb yozsangiz, sizga albatta yordam beraman.